Voy, issig'im gangratib qo'yapti-yu. Qizlarim? Assalomu alaykum otajon. Ha, baka. Kenglarchi, mana shu tarozdonglarchi. Bugun uyda ayollarning yo'qligini bildirmasdan qo'llarimni o'ynatib, oshxonaga kirib ovqat qilib keldi. Qani ket. Yo'q, otajon, o'zimiz qilamiz. O'zlaring qilsalaring tarbiyani zo'r beribman, qaqa beribman. Bo'lmasa ketdim, kattaydan tuxum olib kelaman. Tuxumli olib bo'lingan otajon. Ha, uni ham olganmisizlar? Ha, bo'ldi. Maqsamgina. Qonim qaynab ketyapti. Ketdim, sigirlarni sog'ib kelaman. Yo'q, sigirlarni sog'ib qo'yganman otajon. Ha, yo'q-a? Ona qizlarim. Bo'lmasa men bir kasaldan xabar olayinchi, xo'pmi? Ishlarni qilinglar. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Vallahi ketdik. Tezroq bo'l. Onasini emsin, bitta kompot olib chiqib ichaman. Kompot shahar bola bo'lgan. Endi boja bo'lar ekanmiz-da ya. Boja-bojani ko'rganda nima qiladi? Inangni yeri qiladi. Nima qilyapsizlar biron tomorqasida? Qizlarimni boshini bitta aylantirishgan, big'illataman. Ko'rdingmi? Qaynatamga gelik beraman, jonimni beraman deb yuruvding. Mana ahvol. O'zing boshlamading, villan beraman, uyim beraman deb. Bo'pti. Xullas, men ham qaynata tanlash adashimman. Daraxt bir tepsiz. Qo'ying. Ash daraxt tepmay turing. Qizlarim, qani dasturxon qilib turib choy damlab oringlarchi. Kuyovlarim kelib qopti-yu. Ota kuyovlarim, qani? Pechanangizdan bitta o'pib qo'yaman, kuyov bola, kel.